Ona meni uylantirmasdan ketish yo'q lekin, ey. Tilginanga tirsak chiqqil. Qayerga ketaman? Prosta kirib qoldim. Ana shu qo'shni kelinga o'xshab mesestra qizga uylantiraman seni nasib bo'lsa. Tomirga birga bir tushadi. Qachon o'sha ona? Sabr qil, tuzalib olaymi? Maniga tegishimga baroqchomdan. Ya. Kimga uylantirasiz meni? Nima qildi? Qo'shini qarang, Indrajitga o'xshaydi. Voy, chiroyini pishirib jiysanman, zato mesestra. Uylanadimi yo'qmi menga? Parajnikka turibmanmi beri? Uylanadi. Xola! Mesestra kelin olibsizmi? Xudoga shukr, kelinim mesestra. Chaqalog'imni temperaturasi tushmayapti. Bitta ukol qilib bersin. Kerak bo'lsa ikkita ham qiladi. Kir. Qoshig'im, qoshig'im. Qoshig'im qara kelayotganda. Ko'rdingmi balam, obro'yda bor. Yet qizga shukr onajon. Qotillar! Bolam yig'lasa ovozi chiqmayapti. Ming bor uzr podkoza ketibdi-da. Mendan o'tibdi. Aya. Dadam qani? Ichkarida qoshig'ing kapelnitsa qo'ygan. Dadajon. Kim? Dada? Sen nima qilding dadamni? Marhamat, men ozroq havo ketib qopti-da. Ming bor uzr mendan o'tibdi. Bitta antibiotini olasiz. Unga antifox va antiseptikni aralashtirib, Kaka shunaqa qildim hozir. To'xtang ona. Turing. Bormi og'riq? Yo'q. kimgadir ukol qilsangiz, bu sizning eng katta xatoyingiz. U odamni shok qo'yishingiz ham mumkin. Nima qilding? Nima qilib qo'ydim o'zi? Onangni shunaqa ukol qilganmisan? Xolajon, o'zingiz keldingizmi? Nasib beraymi? Mana ya mesestraga uylan dedingiz. O'ldirishga sal qoldi. Va qoshig'il bakki. Sen qayerda o'qigansan, Indrajit? Men karantinda onlayn o'qiganman. Yangi siz qayerda o'qigansiz? Men Termiz iqtisodiyot va servis universitetining tibbiyot yo'nalishida o'qiganman. Yo'q. Ha, u yerda davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, farmatsevtika va biologiya yo'nalishlari bor. Ertachi eng malakali o'qituvchilar dars beradi. Hamma talabalargacha barcha sharoitlar qilib qo'yishgan. Mana ya, o'qigan baribir bilinadi-da. Mana bunaqangi o'qimagan chala savodlar odamlarni o'ldiradi. Qoshingga sona. Yo. Jo'rabek, unga ukol qildirma, molingni o'ldiradi. Ya, kelinni qo'li yengil ekan, molimga bitta ukol qilib tuzalib ketdi. Ha, sen mol doktor ekansan-da. Ay tahor omadim. Ay, umurtqam. انت ايه مش كفاية عليك تجرحني حرام Palakat, детский понятки, mendan nima xohlayapsan? Men sevib qoldim sizni. Sevmay o'l. انت ايه Assalomu alaykum. Tualetdan bor ekan. Otang og'ziga. Nima qilyapti bu o'g'ling tualetda? Ko'ziga gummacha chiqib o'shiga tuatga salom berdi o'dim. Siz ham shu paytda kirasizmi? Boshqa joy yo'qmi salom berishga? O'tirganda ham qilmadi. Yomon tush ko'rdim. Tezda borib tushingni suvga ayt bolam. Jamolar olib ketadi. Ko'rpachangni qilib qo'ydi. Voy, sharmada o'lsin. O'l kap-katta bola. Az bolam mana oraqdan 100 gram ichib tomog'ingni yaxshi bo'lar. Mana uncha. Qanday? Sağ. Dada, bu hayotda hammasi bekor. Onamni unutma. Kim ichirdi bunga? Yashaydi. Yashaydi bolasi. Ber. Eshakka yaxshilab jim desa, orqangdan jaralanib ketadi. To'nqay. Ay, tishladi. Negiz tuqqansiz ha? Mening o'limga tepki chiqdi. Shuni bir tepib bering. Bo'ldi, gap yo'q. Yo'q, pirim. Vandammi siz xola nima qilyapsiz? Satangchan, o'zimni so'tchalar shakarcho'cha qilaveribsizmi? Nima qilding hozir? Birchoshkamni buzding-ku. Shu zo'rjoq. Baba! Ha, nima bo'ldi? Fu, ko'ylagimga o'sroq qo'ng'iz o'tirdi, sassiq. Men bormayman, cho'milib chiqay.
Uf, jirkanch. Voy, Danni nima qilib tashlading sen? Vlajinda cho'milib oldim. Men unaqa yurolmayman isqirtlarcha. Baxillik shartmi? Shart. Hozir mashina mo'yka qildim, qo'ylik kirib bo'ladi. Maslahat. Uni nashki sashyapti. Men unaqa joyda o'tira olmayman. Tursin zakaz bermaysan? O'zi nima ezirqinchisi qildirgandingiz? Tursigin. Calvin Klein. Tur, choy poy damlamaysanmi? Voy, ovqat pishsinmi? Non, pon, salat, palat qo'ymaysanmi? Bozor qilib kelaylik. Oylik, poylik tushsinmi? Ey dada, baqir chaqir qilmaylik. Televizor ko'raylik, kino ko'raylik, kelib pillik ko'ramiz. Qo'yga hamdam pamdamni, yulduz pulduznimi? Yulduzdan ko'ra serial ko'raylik. Dada shu yil to'y qilaylik, biz ham uylanaylik. Kelin topdingmi? Artus gaplashing, qiz topaman. Sen mol-polga qara. Pul-mulni to'ymoyinga ishlatamiz. Yem-pemini berdingmi? Suv pulini ham berdim. Aka, tezroq uylaring, bizga ham yo'l pul ochilsin. O'qish bitirib oling oldin siz. O'qish-po'qishga borib marab o'tirmayman. O'qituvchi po'qituvching gapirmaydimi? Gap bilan ish pishim yo'q. Qo'shna keldi. Dilshod kelibdi-ku. Ha, qo'shni bir bayram qilmaymizmi? Tushunmadim. Uzr, sizlar oila bunaqa gaplashadi-ku. Bir bayram qilmaymizmi? Bayram qilamiz, lekin aroq ichmaymiz. Unda qiziq-pizig'i yo'q-e. Ko't-po'tingizni qoqib oling, qorporga o'tirib olibsiz. Video kanalimiz doimiy hamkori Adinxbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda turli xil sport o'yinlaridan yuqori daromad qilishingiz mumkin. Kommentariyada qoldirilgan omad silkasi orqali Ananas.uz promo kodi bilan ro'yxatdan o'ting hamda turli xil pulli bonuslarni qo'lga kiriting. Barchaga omad do'stlar.